Assalomu alaykum, hammaga xayrli kun o'rtoqlar. Ko'pchilik savol beryapti, nimaga Saturnni komandangizdan haydadingiz deb. Savolga javob bermoqchiman. Saturn birinchidan bizani komandada emas edi. Chisti bunga поддержка bo'lish uchun mana shu oxirgi musobaqasiga komandamniki bo'ldi, yordam berdi. Mana shu oxirgi musobaqasiga tayyorlanish uchun. Va Saturnga men trenerlik ham qilgan joyim yo'q. Endi chisti ustozlik ko'radi, gapi yo'q shu. O'zi yomon bola emas, yaxshi bola, lekin jinniliklar ko'p. O'shaning uchun ham bilasizlar, men mana bunaqa PRga, har xil jinnilikka qarshiman. Sportchi namunali bo'lish kerak, sportchi tarbiyali bo'lish kerak. Kecha gaplashdim o'zi bilan ham, Og'abek bilan qatnashish to'g'risida, bo'sh qilish to'g'risida. Agar o'zini to'g'rilasa, xarakterini yaxshi bola bo'lsa, har xil mana bunaqa videolar qilib chiqmasa jinniliklar, xudo xolasa yaxshi bola bo'lsa ko'ramiz.